Nodavlat notijorat tashkilotlarining samarali faoliyat yuritishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Qonun hujjatlariga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, davlat organlarining mansabdor shaxslari tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish, bazaviy hisoblash miqdorining 7 baravaridan 10 baravargacha jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, nodavlat notijorat tashkilotlari bundan diniy tashkilotlar mustasno. Shuningdek, ularning vakolatxona va filiallarining davlat ro'yxatidan o'tmasdan faoliyat amalga oshirishi, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 25 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi nazarda tutildi. Ilgari mazkur huquqbuzarlik uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravargachani tashkil etgan. Shuningdek, kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, jamoatchilik nazorati natijalariga ko'ra qonunchilikda nazarda tutilgan shakllarda jamoatchilik nazorati subyektlari tomonidan tayyorlangan yakuniy hujjatni ko'rib chiqmaslik yoki ko'rib chiqish muddatini uzrli sabablarsiz buzish, mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravargacha miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi ko'zda tutildi. Bundan tashqari, homiylik xayriyalarini yig'ish tartibi aniq belgilandi. Unga ko'ra, homiylik xayriyalarini yig'ish muayyan homiylik oluvchilarning manfaatlarini ko'zlab, oldindan e'lon qilingan muddat davomida amalga oshiriladi. Homiylik xayriyalarini yig'ish tartibini buzish, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 7 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi.